Ohoy kunem chikor kunem noz badan gijdalla. Ohoy kunem chikor kunem noz badan gijdalla. Gijdalla ey gijdalla ey gijdalla honum gijdalla. Gijdalla ey gijdalla ey gijdalla honum gijdalla. Ohoy kunem chikor Hey odamlar ishitmadim demanglar. Ishitganlar darmonda, ishitmaganlar armonda. Qo'qon City loyihasi rasman Qo'qon shahar markazida qad rostlaydi. Videoni oxirigacha ko'rsangiz mana shu Gerik Wagen yoki bitta xonadon sohibiga aylanishingiz mumkin. Siz Sabun kompaniyasining Qo'qonim loyihasida uy xarid qilishga yurmaganmisiz? Endi siz Qo'qon City loyihasidan uy xarid qilishingiz mumkin. Bu loyihamiz juda ham zamonaviy uslubda qurilmoqda. Tomida terrasalari, basseyn qismlari, tennisning zonalari, mangalning zonalari, 20 dan ortiq qo'shimcha qulayliklarga ega. Shuncha qulaylari bor ekan, narxi ham qimmat turdiganlar uchun yo'q, unaqangi qimmat emas. Xohlasangiz boshlang'ich to'lovga, xohlasangiz boshlang'ich to'lovsiz 60 oyga bo'lib to'lashga xaridni amalga oshirsangiz bo'laveradi. Ha, aytgancha boshlang'ich to'lovga 25 million so'm to'lov qilsangiz, oyiga 2 million 400 ming so'mdan xonadon xarid qilsangiz bo'ladi. Yana ham to'liqroq ma'lumotni 12-avgust kuni onlayn taqdimotda bilib olishingiz mumkin. Taqdimotda qatnashuvchi Umidjon Nazarov Instagram profiliga obuna bo'ling va profilda turgan Telegram kanallariga ham obuna bo'lib qo'ying. Ulgurib qolinglar, o'tgan yili shu paytda 500 ta uyni bir kunda sotib olishgan. Keyin menga yetmay qoldi deyish yo'q. Ohoy kunem chikor kunem noz badan gijdalla. Ohoy kunem chikor kunem noz